Assalomu alaykum. Men ismim Saydabror. Men e-commerce marketing agency bilan shug'ullanaman. Bugungi videoda sizlar bilan ochiqchasiga e-commerce va e-commerce marketing agencyni orqasidagi haqiqatlar haqida gaplashmoqchiman. O'shaning uchun ham bugungi videoga ortiqcha tayyorgarlik ko'rmadim. Ortiqcha slaydlar yoki oldindan tayyorlangan ssenariy asosida yozmaslikka qaror qildim. Nimaga? Chunki men 3,5 yildan beri e-commerce bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, u yerda men shug'ullanishimdan oldin ko'rgan videolar, men o'rganayotgan paytimdagi har xil darslar va video kurslar davomida ko'rsatilgan ma'lumotlardan tashqari ancha ko'p podvodniy kamenlar, ya'ni bizga aytilmaydigan ma'lumotlar borligini va o'zimning tajribamdan kelib chiqib, mana shu ma'lumotlarni ko'rganim sababli sizlarga mana shu ma'lumotlarni bermoqchiman. Endi umumiy qilib aytganda men nima bilan shug'ullanaman? Men e-commerce sohasini e-commerce marketing agency biznes modeli bilan ishlab kelaman. 7 yillik tajribaga ega marketologman. Bundan oldin O'zbekiston bozorida ishlaganman va O'zbekiston bozorida ma'lum bir muammolar, klientlar pulini vaqtida bermasligi yoki klientlardan pul olish uchun yalinib yuradigan holatlar bo'lgani uchun ham men aynan boshqa biznes model, o'sha o'zimning sohamdan chiqmagan holatda boshqa biznes model bilan shug'ullangim kelgan va qidirib e-commerce marketing agency biznes modelini tanlaganman. Umumiy tushuncha beradigan bo'lsam, e-commerce o'zi nima? Misol uchun aytaylik, siz onlayn do'kondan, Uzumdan yoki Wildberriesdan tovar zakaz qilyapsiz va sizga tovarni sotayotgan odamlar e-commerce bilan shug'ullanayotgan odamlar hisoblanadi. Ya'ni biron bir mahsulotni onlayn sayt orqali yoki onlayn platformalar orqali sotiladigan bo'lsa, bu e-commerce deb aytiladi. Bugungi kunda e-commerce da savdo qilish yoki e-commerce da daromad qilishi bir nechta biznes modellar bor. Bu print on demand bo'lsin, bu dropshipping bo'lsin, bu tip dropping bo'lsin yoki o'sha Amazonda tovarlarni sotish bo'lsin yoki misol uchun hozirgi kunda Uzumga tovarlarni qo'yishyapti va ulardan bittasi bu e-commerce marketing agency. Agar siz e-commerce marketing agency o'zi nima? E-commerce marketing agency nima bilan shug'ullanadi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qanaqa qadamlardan o'tib e-commerce marketing agencyni boshlasa bo'ladi va undan daromad qilsa bo'ladi degan savolga javob topmoqchi bo'lsangiz, bundan oldin chiqargan videolarimni ko'rsangiz, u yerda batafsil tushuntirib berganman. Lekin qisqacha qilib aytganda, misol uchun biz tushundik, e-commerce bilan shug'ullanadigan odamlar tovarlarni onlayn sotadi. Men ham tovarlarni onlayn sotamanmi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Yo'q, men tovarlarni onlayn sotmayman. Tayyor tovarlarni onlayn sotadigan, puli bor, o'sha onlayn do'konga pul tikkan, sayti bor, minglab, bugungi kunda deyarli 1 millionga yaqin onlayn do'konlar bor. Biz o'shalarga xuddi SMM agentlik sifatida xizmat ko'rsatamiz, lekin SMM agentlikka e-commerce marketing agency bilan asosiy farqi bu SMM agentlik followerlarni ko'paytirishga yoki prosmotrlarni ko'paytirishga, umuman social maqsadga xizmat qiladigan agentlik hisoblanadi. Bizning e-commerce marketing agencyimiz nima bilan shug'ullanadi? Biz xaridorlarga tovarlarni ko'proq sotilishi, do'konlarida klientlar sonining ko'payishiga yordam beramiz. Bu sohaga 3,5 yil oldin kirib kelgan bo'lsam, 3,5 yil oldin bu e-commerce marketing agencyga qiziqib, uni qanaqa qilar ekan, nima ekan, qayerdan o'rgansam bo'ladi deb juda ham ko'p YouTube videolarini ko'rganman va menda qanaqadir tushuncha paydo bo'lgan, juda ham ko'p pul topsa bo'lar ekan, oson ekan, 2 soat ishlasa bo'lar ekan, Balida o'tirib ishlasa bo'lar ekan, xohlasam men boshqa davlatga borib ishlasam bo'lar ekan va menga hech kim xo'jayin bo'lmas ekan degan illyuziya paydo bo'lgan. Mana shu illyuziya ko'pchilikni sindirib qo'yadi. Endi onlayn biznesga yoki e-commerce marketing agencyga yoki SMMga yoki dropshippingga kirib kelayotgan любой odamni mana shu illyuziya adashtiradi. Aslida nima? Misol uchun siz YouTube videolarini ko'rasiz, YouTube videolarini ko'rganingizda sizga bu osondek tushuntirishadi. Juda ham oson. Misol uchun aytaylik, bitta 100 ta onlayn do'kon egalarini, biznes egalarini emaillarni yoki telefon raqamlarini topasiz, undan keyin email yozasiz va go'yoki emailingizga birinchi o'rinda yozgan emailingizga javob berishadi va siz 2,5-3 ming dollarga klient olasiz va freelancerlar sizni ishingizni qilib beradi. Siz hech narsa ish qilmaysiz degan narsalarni gapirishadi. Aslida bu haqiqat emas. O'shaning uchun ham bugungi videomizni e-commerce marketing agencyning orqasidagi haqiqatlar bor narsani ko'rsatish deb atashga qaror qildim. O'shani tushuntirib bermoqchiman. Aslida siz 4 ta etapdan o'tishingiz kerak. Bu foundation, team building, keyin outreach, keyin service delivery. Mana siz outreachga kelganingizda o'sha klient qidirish jarayoniga va klientlarni olish va ulardan daromad qilish jarayoniga kelasiz. Undan
oldin juda ham ko'p ishlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun aytaylik, siz team building yig'ishingiz kerak, LinkedInda registratsiya qilishingiz kerak va hokazo va hokazo. Nimaga men tez-tez o'tib ketaman? Chunki 3-etapda, outreach etapida bitta asosiy qoida bor. O'sha qoidani deyarli hech qaysi YouTube videoda ko'rsatishmaydi. Men o'sha narsani ko'rsatib, tushuntirib bermoqchiman. Fayl qilib tayyorlab qo'yganman. Bu faylni videoyimizning tagiga havola qilib ham qo'yaman. Siz video ko'rib bo'lganingizdan keyin kirib o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, siz 4 etapdan o'tasiz: foundation, team building, outreach va service delivery. Mana shu 4 ta etapdan o'tganingizdan keyingina siz agencyingizni scale qila olasiz. $5000 ga olib chiqasiz, $10,000 ga olib chiqasiz yoki undan yuqori daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Daromad masalasida umumiy qilib aytganda, agar siz agency bilan seriozno shug'ullanadigan bo'lsangiz, 3 ta etapdan o'tasiz. Ya'ni daromadingiz 3 xil bo'lishi mumkin. Birinchisi bu $10,000 gacha first lift up, ikkinchisi $10,000 dan $50,000 gacha second lift up, uchinchisi bu $50,000 dan yuqori. Bir xil aytadi, men agency qurib, SMM agentlik ochib yoki e-commerce marketing agency bilan shug'ullanib $50,000, $100,000 daromadga chiqdim deb aytishadi. Hammasi quruq safsata. Men 3 yildan beri e-commerce marketing agency bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, 7 yildan beri marketing bilan, umumiy marketing bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, 50 ta klient bilan bir vaqtda ishlash imkonsiz. Nimaga? Iloji bor. 50 ta klient bilan ishlashingiz mumkin, lekin meni klientlarim nimaga men bilan ishlaydi? Meni shaxsan o'zimni hozirgi kunda 5 ta klientim bor. Nimaga ular 1 yildan beri, 1,5 yildan beri men bilan ishlab kelishadi? Sababi men Zoom mitinglarga vaqtida kiraman, Zoom mitinglarga tayyorlanib kiraman, ularni savollariga javobimni tayyorlab qo'yaman yoki ular berishi mumkin bo'lgan qanaqadir zamechaniyalarga tayyorlanib kiraman. O'shaning uchun men sifatni yo'qotmaslik maqsadida 5 ta klient bilan ishlab, second lift upga o'tganman. Ya'ni men $10,000 dan oshgan agentstvam qaysi oylardir $11,000 topadi, qaysi oylardir $12,000 topadi, $7,000, $7,500 topadigan oylar ham bo'ladi, lekin stabilniy first lift updan o'tganman. Endi birma-bir to'xtalib chiqadigan bo'lsak, o'sha aslida agency qanaqa quriladi va e-commerce marketing agency bilan sizga shug'ullanishingiz uchun qanaqa etaplardan o'tishingiz kerak. Men yuqorida aytib o'tgandek, 4 ta etap: birinchisi foundation, ikkinchisi team building, uchinchisi outreach, to'rtinchisi service delivery. O'zbekcha qilib aytganda, siz umumiy qanaqadir ishga qiziqayotgan bo'lsangiz, o'sha ish bilan shug'ullanib zo'r daromadga chiqishingiz uchun birinchi u ish o'zi nima bilan shug'ullanadi? Men qanaqa risklarga tayyor bo'lishim kerak? Men qanaqa rasxodlarga tayyor bo'lishim kerak? Chunki misol uchun $0 bilan biznes bo'ladi, $0 bilan biznes boshlash. Sarmoyasiz biznes boshlash degan narsa bor, lekin siz uni o'rganishga vaqt sarflaysiz. Ya'ni bilimingizni olish uchun sarmoya qilasiz yoki umringizni sarmoya qilasiz. Baribir pul jihati bilanmi, vaqt jihati bilanmi baribir sarmoya kerak bo'ladi. Qanaqa risklarga tayyor bo'lishingizni bilishingiz kerak. Uni bilish uchun siz bozorni o'rganasiz. Siz kim bilan ishlamoqchisiz? Mijozlar bilan ishlamoqchimisiz yoki B2B segmentda klientlar bilan ishlamoqchimisiz? Uni tushunishingiz kerak bo'ladi. Mana shu hammasini tushunish uchun birinchi foundationni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Foundationda siz o'rganishingiz kerak bo'lgan asosiy narsalarni aytib o'taman. Chunki e-commerce marketing agency bo'ladimi yoki umumiy e-commerce bo'ladimi, hech qachon bitta videodan yoki 10 ta hattoki videodan siz u sohada zo'r bo'lib ketishni o'rganib ola olmaysiz. Siz qachonki o'sha sohada nimalarni o'rganishingiz kerakligini ekspertdan bilib olsangiz va YouTubedan foydalanib, ChatGPTdan foydalanib, DeepSeekdan foydalanib, o'sha sohadagi kerak bo'ladigan bilimlarni, nimani o'rganishim kerak degan savolga javob topa olsangiz, bo'ldi. Hozirgi zamonda tekin resurslar tiqilib yotibdi. Instagramga ham kirsangiz, 20 ta tekin kurs, 7 ta tekin kurs, tekin kurs degan narsalarni ko'p chiqaryapman. Nimaga? Chunki agar siz ingliz tilini bilsangiz va ekspertdan nimalarni qachon o'rganishni bilib oladigan bo'lsangiz, bo'ldi. Siz DeepSeek, ChatGPT va YouTube orqali zo'r ma'lumotlarni olib apply qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, foundationda siz nimani o'rganishingiz kerak? Foundationni birinchi siz umumiy marketing qanaqa ishlaydi, marketing nima va marketing qanaqa mijozlar bilan ishlaydi, shu savolga javob topishingiz uchun YouTubedan foydalanib ma'lumotlar qidirishingiz kerak. Keyin bozorni tahlil qilish, ya'ni SWOT analiz degan narsa bor va bozorni tahlil qilish degan tushuncha bor. YouTubega kirasiz, bozorni tahlil qilish, marketingda
analiz rынка agar o'zbek tilida bo'lsa, o'zbek tilida, rus tilida bo'lsa, rus tilida, ingliz tilini bilsangiz, undan ham zo'r. Ingliz tilida ma'lumotlar tiqilib, achib yotibdi. O'sha ma'lumotlarni topib, 5 minutlik, 10 minutlik videolarni ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni foundationni o'rganishingiz uchun, foundationni bilishingiz uchun siz bozor tahlilini, klient portretini, ya'ni ideal mijoz qanaqa bo'ladi? Siz ideal mijoz bilan ishlashingiz uchun qanaqa talablarga javob berishingiz kerak? Ideal mijoz deganda ko'pchilik menga savol beradi. Ideal client profile degan narsa bor. Men sizlarga hozir osmondan yoki quruq gap yoki misol uchun nimadir sotishga harakat qilib umuman gapirayotganim yo'q. O'zimni o'quvchilarim bilan yoki o'zimni o'rtoqlarim bilan e-commerce haqida yoki e-commerce marketing agency haqida gaplashadigan bo'lsak, real misollarni, real olib qochishlarni yoki real faktlarni qanaqa keltiradigan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib gapirib berishga harakat qilaman. Misol uchun ko'p uchadigan savol именно foundation levelda ideal client profile degan tushuncha bor. Ideal client profile nima? Misol uchun videoni tomosha qilayotgan odam kimligini bilmayman, lekin aytaylik, o'spirin yoshdagi o'g'il bola va u uylanishi kerak. Uylanayotgan paytida sovchilarga boradi. Bizning qadriyatlarimizga asosan sovchilarga borishadi, lekin oldindagi hozir unaqa emas. Misol uchun kimga chiqsa sovchilar kimni tanlasa o'shanga uylanib ketasan deyishmaydi. Hozir o'g'il bolani ra'yiga ham, hattoki qiz bolani xohishiga ham ancha-muncha qarab qo'yishyapti. Ya'ni ideal client profile bilan buni aloqasi nima, Saydabror degan savolingizga shunaqa javob beraman. Sovchilar ham biron bir uyga borganda qizingizni ko'rsating, qizingizni ko'ringlar deganda o'zligini tasavvurligida ularga ideal kelin bo'la oladigan nomzodni tanlab kelishgan bo'ladi o'sha miyasida. Va qizni bitta ko'rganda yo'q bizga to'g'ri kelmaydi yoki bizga to'g'ri keladi degan fikr paydo bo'ladi. Ya'ni ular sovchilikka borishdan oldin, sovchilikka chiqishdan oldin ideal kelin profilni tasavvurligida chizib kelishgan bo'ladi. Xuddi shunaqa siz o'zingizni klientingiz qanaqa bo'lishini umuman e-commerce'da outreach'chi, klient qidirishi boshlashdan oldin tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Misol uchun aytaylik, menda shunaqa holat bo'ldi. Instagramga bitta bola yozyapti, Saydabror aka, men e-commerce marketing agency bilan shug'ullanyapman. Saytim tayyor, meni produktim mana bunaqa, men bo'ldi, hamma narsam tayyor. Bitta umidli sazovun qilinglar, men sizga ko'rsatib beraman va men shu klient olishda muammo bo'lyapti dedi. Okey dedim. Keling, men yordam beraman va savol beraman. Hali zvanokdan oldin. Saytini tashlayapti va hokazo. Va men savol beraman. Ideal client profiling kim? Ya'ni sen ishlaydigan idealniy mijoz kim? Hamma. Okey. Xo'p, sen nima nishadagi klientlar bilan ishlaysan? Ya'ni nima sohadagi klientlar bilan ishlaysan? Fitness brendlar bilan ishlaysanmi yoki kosmetika brendlari bilan ishlaysanmi? Hamma bilan. Keyin men aytayapman, saytim tayyor deyotganing hech narsani hal qilmaydi. Ya'ni bugungi kunda e-commerce marketing agencyda yoki hattoki SMM agencylarda ham agar siz tajribaga ega bo'lsangiz yoki nima sotayotganingizni o'zingiz juda ham yaxshi biladigan bo'lsangiz, sotuvchilarga ham taalluqli narsa-da bu. Juda ham yaxshi biladigan bo'lsangiz, siz saytga yoki portfolioga нужданgiz bo'lmaydi. Misol uchun saytingizni chiroyli yasalgani va saytingizda sizni komandangiz a'zolarining rasmi chiroyli qo'yilgani yoki oldin ishlagan klientlaringizning logotiplari chiroyli qo'yilgani 20% gina tosh bosadi klient ha yoki yo'q degan javobni berishi uchun. Sizni asosiy maqsadingiz klient olishda va mijozlar bilan ishlashda umuman outreach protsessini, ya'ni klient qidirish va klientdan soqqa olish protsessini yo'lga qo'yishda asosiy tamandoshingiz bu o'sha foundation, ya'ni ideal client profile to'g'ri tanlash, ideal misol uchun servisni to'g'ri tanlash yoki nishani to'g'ri tanlashni boshida aniqlab olishingiz kerak. Buni o'rganish uchun siz hech qanaqa kursda o'qishingiz shart emas. YouTube tiqilayotibdi, nishani o'rgatadigan yoki ideal client profile nimaligini o'rgatadigan. Hozir ChatGPT ga kiring. Men misol uchun e-commerce marketing agency ochyapman. Ideal client profile tuzib ber. Bo'ldi, sizga ideal client profile tuzib beradi. Faqatgina ChatGPT ga to'g'ri va aqlli savol berishingiz kifoya. Endi biza foundationni tushunib oldik. Bizda ideal client profile bor, bozor analizi bor, nishani to'g'ri tanlash bor va hokazolar bor. Mana shuni o'rganib chiqqaningizdan keyin siz nimaga o'tasiz? Siz team buildingga o'tasiz. Ikkinchi etapda team buildingni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Men bekorga bu narsalarni gapirmayapman. Nimaga? Chunki men hozir ekspert sifatida nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini tushuntiradigan bo'lsam,
qanaqadir nima deydi sverxestественный 10 ming 20 ming dollarlik kurslar siz ham e-commerce marketing agencyni va любой biznesni yo'lga qo'yib yuborish mumkin bo'ladi. Men ko'p ko'rdim kommentariyalarda, to'liq gapirmayapsiz, qisqa videolar chiqaraman, to'liq gapirmayapsiz, to'liq tushuntirib bering, to'liq degan narsalar. Bitta narsani tushundimda, bizani auditoriya просто ko'rib maza qiladi. Ko'rib, kimdir nimadir qilayotganini, kimdir nimadir ish qilayotganini yoki kimdir nimadir ma'lumot berayotganini ko'rib maza qiladi. Iltimos, odamlar ko'rib maza qilmanglar. Sizga menimcha ma'lumot berilyaptimi, o'sha ma'lumotni ushlab olingda, ChatGPT dan, YouTube dan foydalanib, o'sha kerakli ma'lumotlarni ko'pini olib olishingiz mumkin. Ya'ni sizga qisqa lekin zo'r ma'lumot berayotgan ekspertlardan foydalanib, mendan tashqari boshqa ekspertlar tiqilib yotibdi. Men va menga o'xshagan ekspertlardan foydalanib, siz qisqa ma'lumotni olib, YouTube dan, ChatGPT dan ustoz sifatida foydalansangiz bo'ladi. Va siz ikkinchi etapga kelganingizda sizda team building etapi keladi. Mana shu juda ham muhim etaplardan bittasi. Ya'ni agencyingizda siz jamoa yaratasiz. Bu yerda ikkita основной savol tug'iladi. Ko'pchilikda, hattoki o'zimning shu o'quvchilarimda ham va hokazoda ham mana shu ikkita savolga javob berib o'tib ketaman. Misol uchun bu haqida men Instagramda ham yoki YouTube'da ham gapirmaganman. Jamoa yig'ayotganimda meni hali klientim yo'q. Klient olgunimcha 1 oy vaqt o'tadimi, 2 oy vaqt o'tadimi? Chunki outreach protsessini qurish o'zi juda ham vaqt talab qiladigan narsa. Hozir men jamoa olib qo'ysam, ishga olib qo'ysam va klient olgunimcha ular kutib o'tiradimi degan savol. Juda ham qiziq savol. Ikkinchi savol, men bitta odamni topib olsam, ya'ni o'rtog'im bo'lsa, o'sha ekspertda aytaylik, reklama bo'yicha o'shani ishga olib qo'ysam bo'ladi. Birinchi savolga javob ha, ikkinchi savolga javob yo'q. Nimaga? Chunki siz ishga olayotganingizda maqsadingiz unga pul to'lab, ofisingizga olib kelib olib, u freelancerni ishlatishingiz emas. Chunki freelancer onlayn ishlaydi va sizni berayotgan proyektingiz yoki sizni berayotgan unga $450 yoki $500 pulingiz qo'shimcha qanaqadir daromad manbai. Un bilan maqsad networking o'rnatib olish. Yaxshi aloqada bo'lib olish. Misol uchun siz bilan gaplashasiz 15 minut, 20 minut va bo'ldi, menga to'g'ri kelding va menga klient chiqqanidan keyin sen bilan ishlayman, agencyda birga sen bilan ishlaymiz deb aytasiz, uslugasiga, ko'rsatayotgan servisiga qarab. Endi ikkinchi savolga javob, o'rtog'ingizni yoki O'zbekistondan qanaqadir ekspertni ishga olmasligingizni sababi siz team building etapida, ya'ni 20 ta, 30 ta, 40 ta freelancerlar bilan gaplashishingiz uchun sizga международный ekspertlar bilan aloqani yoki networking o'rnatib olishingiz kerak. LinkedIndan foydalanasizmi, Facebookdan foydalanasizmi, Upworkdan topasizmi, farqi yo'q. Maqsad networking. Networkingsiz hech narsani qilib bo'lmaydi. Siz hech qachon bitta o'zingiz biznesni boshlay olmaysiz. Hattoki men hozirgi kunda ham, misol uchun blogimda bo'ladimi yoki e-commerce marketing agencyda bo'ladimi yoki boshqa bizneslarda bo'ladimi, sherigim yoki yordamchilarim bor. Hech qachon men o'zimni biznesimni bitta o'zim eplay olmayman. Nimaga? Men miya bo'lsam, u ishni qiladigan odam baribir qanaqadir komandangiz bo'lishi kerak. U komandangiz misol uchun ko'p yoshlarni xatosi pul topadi SMMdan, nima qiladi? Bo'ldi, Nestvondan ofis olaman, zo'r joydan anaqa qilaman va men boyib ketdim, zo'r bo'ldim. Hamma pulni ofisga tikib yuboradi. Yoki hamma pulni o'zini rivojlantirish uchun, aqlini rivojlantirish uchun, qo'shimcha yana qanaqadir ma'lumotlar olish uchun yoki qo'shimcha networking o'rnatish uchun puli qolmaydi-da, asosiy pulini ofisni mebelga ketkazib yuboradi. Bu narsani men hozir opitimda ham ko'ryapman. Bu narsani 14 yoshimda biznesga endi kirayotganimda adamdan ham eshitganman. Ya'ni katta biznesmenlarning ham muammosi team building qilayotganida juda ham ko'p va keraksiz team memberlarni olib tashlashadi. Ya'ni sen dizaynersiz ishlay olaysanmi? Dizaynni o'zing qila olaysanmi? Qil o'zing. Nima qilasan dizayner, elita dizaynerni olib qo'yib? Sen misol uchun buxgalteriyani o'zing olib bora olaysan, plus minus tushunasanmi? Okey, o'zing qil, kechasi bir haftada bir marta yoki 2 kunda bir marta buxgalteriya. Nima qilasan buxgalteriya ishga olib? Agar kichkina biznes masalasida, doirasida $10 ming, $20 ming biznes doirasida qaraydigan bo'lsa, yo'q, bizani odamlar nima qiladi? Oladida, endi pul topayotgan odamlar pul tushdi, $2 ming, $3 ming yoki $10 ming gacha pul tushdi va biznesida keraksiz bo'lgan rasxodlarni qiladi. Ofis oladi, keraksiz komandani yig'adi. E-commerce marketing agencyga komanda yig'ish degani 10 talab odamlarni ishga olish emas.
team building etapida siz 20 ta, 30 ta, 40 ta networking qilish uchun ekspertlar bilan gaplashishingiz kerak. Tasavvur qiling, 15 minut siz freelancer bilan gaplashyapsiz. U borini to'kib sochadi. Chunki maqsad sizni aynan o'sha komandangizga kirib sherik bo'lish yoki o'sha yerdan non topish, qo'shimcha daromad qilish. U polностью sizga ishlatayotgan strategiyalarini, ishlatayotgan metodlarini, bilimini, experience'ini bo'lishadi. Siz endi e-commerce marketing agencyga kirib kelayotgan odam sifatida bu siz uchun hech qaysi anaqa boshqa joyda YouTube'da yoki ChatGPT'da top bo'lmaydigan ma'lumotlarni olasiz. O'shaning uchun ham men aytaman, e-commerce marketing agency boshlayapsan va team building etabiga keldingmi, demak sen 20 ta, 30 ta, 50 ta odam bilan gaplash. Chunki har 15 minutlik razgovorda berilayotgan ma'lumot juda ham qimmatli. Siz mana shu 15 minut davomida ekspert bilan, freelancer bilan gaplashdingizmi, 60 ta shunaqa freelancer bilan gaplashdingizmi, siz klient ertaga siz bilan suhbat qiladigan, siz bilan qanaqadir kelishuv qiladigan klientni o'rnida sizda, o'sha o'rnida bo'lib turib unga tupikka tiqadigan savollar berishingiz kerak. Qarang, qanaqa chiqib ketyapti shu tupikdan, qanaqa savolga javob beryapti, qanaqa qochirim qilyapti yoki qanaqa faktlar bilan javob beryapti. Va bu sizga ochiq oydin maktab bo'la oladi 3-etapga, outreach etapiga. Outreach etapiga kelganda уже sizni foundationingiz bor, sizni komandangiz yig'ilgan, komandangizda hatto bitta ekspert bor va siz o'zingiz endi klient qidirishga kirishasiz. 3-etapda ko'pchilikning muammosi bizni berayotgan taklif, misol uchun aytaylik, men hozirgi kunda 5 ta klient bilan ishlasam, 5 xilida 5 xil muammo. Qaysidadir revenue, ya'ni savdosini oshirish kerak, qaysi biridadir CAC, ya'ni customer acquisition costini pasaytirish kerak, bitta mijozni jalb qilish narxini, klientimni biznesidagi narxini pasaytirishimiz kerak. Qaysi biridadir cart abandonment rate'ni pasaytirish kerak, ya'ni saytidagi korzinada tashlab ketilayotgan mahsulotlarni уровенini pasaytirish kerak. Bu haqida yana batafsil gaplashamiz. 3-etapda bizning asosiy qiladigan ishimiz, biz foundation yig'dik, team building qildik va endi klientlarga reach out qilishimiz kerak. Bu yerda ham kim yutadi bilasizmi? Misol uchun Apollo saytidan zo'r foydalanadigan odam yoki aytaylik o'sha mijozlar bilan chotki gaplasha oladigan odam yoki umuman mijozni psixologiyasini tushunib universitetda bu haqida juda ham ko'p leksiyalar o'qigan odam yutib chiqmaydi. E-commerce ham, umuman online biznes ham bilasizmi bugungi kun nimaga aylangan? Agar siz qo'y bo'ladigan bo'lsangiz yutqizasiz. Agar siz berilgan ma'lumotlarga qaraganda, YouTube'dagi yoki boshqa ma'lumotlarga qarab turib faqat o'shalarni ishlatib qanaqadir daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, точно yutqizasiz. Agar siz berilgan o'sha ma'lumotlardan tashqari o'yla oladigan odam, ya'ni doiradan tashqariga chiqib, sal uzoqroq o'tib, to'xta, meni biznesimda foundationim bor, teamim bor, endi men klientlarga reach out qilishim kerak. Klientlarga email orqali, cold calling orqali, Loom outreach system orqali murojaat qilishim mumkin, LinkedIn orqali murojaat qilishim mumkin. O'shalarning eng optimali qaysi deb, ya'ni biznesingizga uzoqroqdan turib baho bera oladigan sifatingiz bo'lsagina siz e-commerce'da ham любой boshqa biznesda yutib chiqa olasiz. Men bugungi kungacha o'zimda shuni holatlar bo'ladiki, ya'ni bugun ham, kecha ham yoki o'tgan kun ham menda har kuni переломный momentlar bo'ladi hayotda. Ya'ni zo'r ketyapman, biznesim yuryapti, agencyim yoki blogim yuryapti, zo'r ketyapman degan holat bo'ladi, lekin переломный moment ham bo'ladi. Qachonki men qila olmayman, qo'limdan kelmaydi, bo'ldi, charchadim, mazam bo'lmayapti. Mana shunaqa holatlar bo'ladi. Maqsad o'sha holatdan chiqib ketish. O'zi men motivatsiya bilan ishlashni, motivatsiya berishni kimgadir juda ham yomon ko'raman. O'shaning uchun ham blogimda ham motivatsion roliklar yoki motivatsion istoriyalar deyarli qo'ymayman. 3-etap, outreach etapi eng qiyin etaplardan biri bo'lishiga qaramasdan, uni amalga oshirish mumkin emas degani emas-da, faqatgina siz ozgina farosatingizni va ozgina o'sha kritichniy mishleniyani yoqishingiz kerak bo'ladi. Kritichniy mishleniya deyotganda nimani nazarda tutyapman? Hech kimga ishonish kerak emas. Bu hayotda ham, biznesda ham hech kimga do'sting, ishonmagin do'stingga somon tiqar postingga degan gap bekorga aytilmaganda. Men sizga bitta case aytib bermoqchiman. Ya'ni bu case buni qilish qiyin yoki Apollodan foydalanish yoki o'sha Lemlistdan foydalanish, LinkedIndan foydalanish o'rgating deydigan odamlarga ham taalluqli va bu ishni qilish mumkin deydigan odamlarga ham taalluqli. Nimaga? Bitta casedan, o'zimni tanishimni hayotida bo'lgan casedan
ikkita ularga ham bularga ham namuna bo'ladigan dars chiqarish mumkin-da. Ya'ni oddiy o'sha ingliz tilini biladigan o'zbekistonlik odam, tanishim hamma etaplardan o'tganlar. Ya'ni foundation etapdan ham, team building etapdan ham, outreach etapdan ham o'tganlar. Ya'ni foundationni o'rganganlar, o'sha YouTubedan, boshqa narsadan va team building qilganlar, orada maslahatlar olganlar. Men vaholanki aytganman o'shanda mijoz bilan teamga, ya'ni jamoaga hech qanaqa bir-biriga kontakt bermang deb, lekin nima xatoga yo'l qo'yganlar. Hamma etapdan o'tib bo'lganlardan keyin 3 ta qo'ldan o'tgan, ya'ni 3 marta klientlar zvonokka kirganlar, klient bilan gaplashganlar, klientga to'g'ri kelgan, pulni aytganlar $2,500 deb va pulni aytganlardan keyin klient bo'ldi ishlaymiz deb turganda, klient SMS yozib qo'ygan. Bera olaysanmi menga komandangdagi odamlarni nomerini yoki o'sha LinkedInini bera olaysanmi? Va LinkedInni berganlar. Ya'ni siz ishga olyapsiz, tasavvur qiling. Hamma etaplardan o'tyapsiz, 20 ta, 30 ta, 40 talab intervyu o'tkazyapsiz, komanda yig'ish uchun-da va komanda yig'ib bo'lganingizdan keyin yana qiynalib hamma etaplardan o'tib, klient bilan sozvonga kiryapsiz va kirganingizdan keyin klient aytayapti, menga komandangni nomerini ber deyapti. Siz qiynalib topgan komandangiz prosta yo'q bo'lsa ham mayli. Yo'q, siz qiynalib topgan komandangizni prosta olib ketib qolyapti. Ular berganlar LinkedIndagi o'sha profilni berganlar, profilni olganda, anu klient ham yo'qolib qolgan, freelancer ham yo'qolib qolgan. O'shaning uchun bekorga aytishmaydi. Ishonmagin do'stingga somon tiqar postingga deb. Hech kimga ishonish kerak emas, hech kimga ichki informatsiyani berish kerak emas. Bekorga Slack degan prilojeniylar yoki o'shanga o'xshagan prilojeniylar yo'qda. Bitta gruppada ham team o'tiradi, ya'ni jamoangiz a'zosi o'tiradi, ham klient o'tiradi, ham siz o'tirasiz, lekin ular hech qanaqa directly связан bo'lmaydi. Bir-biriga SMS yoza olmaydi. Любой yoziladigan SMS sizga ko'rinadi. O'shaning uchun ham aytaman, hech qachon WhatsAppda yoki Telegramda gruppada gaplashmang klientlaringiz bilan. Yoki gruppada gaplashsangiz ham o'zingizni anaqangizni, nima deydi, ekspertlaringizni bitta gruppaga qo'shmang. Bitta project manager bo'lsin. Umuman aloqasi bo'lmagan u amalga oshiriladigan ishlarga. Outreachdagi etaplarimizning eng qiyini bu lead generatsiya. Ya'ni outreachda 3 ta etap bor. Siz lead yig'asiz, klient bilan gaplashish uchun uni emailiga dostуп bo'lish uchun siz lead yig'ishingiz kerak. Apolloga o'xshagan saytlardan, boshqa saytlardan va lead yig'ganingizdan keyin Loom video yozasiz. Loom video yozganingizdan keyin uni massiviy jo'natasiz. Xohlasangiz bitta Loom yozib 5000 ta odamga jo'nating, xohlasangiz 5000 ta Loom yozing va bittalab jo'natib chiqing. Va mana shu holatda ko'pchilik eski metodlardan foydalanadi. Eski metodlar, ya'ni oddiy cold calling yoki cold emailingdan foydalanadi. Bu o'rtoqlar ishlamayapti. E-commerce'da ham yoki boshqa sohalarda ham cold emailing ishlamayapti. O'shaning uchun biz hozirgi kunda Loom Outreach sistemini ishlatamiz. Buni biz o'zimiz o'ylab, keyingi chet eldagi hamkorlarimiz bilan, chet eldagi o'sha e-commerce marketing agency bilan shug'ullanadigan odamlar bilan kelishib, Loom plus OBS Studio metodini o'ylab topganmiz. Bu yerda ideologiyasi qanaqa bo'ladi? Loom yozasiz, Loom yozganingizdan keyin siz 3 ta virtual assistent olasiz. Chunki o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, yillab hayotingiz o'tib ketadi va lekin ozgina byudjet ajratib shu 3 ta odam oladigan bo'lsangiz, birinchisi lead generatsiya qiladi, ikkinchisi Loom yozadi, uchinchisi email jo'natib chiqadi. Sizning vazifangiz nima bo'ladi? Har kun ertalab turasiz, analiz qilasiz, tekshirasiz, nechta Loom jo'natildi, nechta klient ishlamoqchisiz bilan, nechta Zoom call bor, Zoom callga kirasiz va gaplashasiz. Klientni xohishlariga yoki klientni berayotgan zadachalariga решение berganingizdan keyin уже siz klient bilan ishlay olasiz. Asosiy 3 ta etap shu: foundation, team building va outreach. Service delivery u keyin уже keyingi videolarimizda balki tushuntirib berarman. Service delivery ham qiyin joyi yo'q. Mijozga sifatli, vaqtida javob berish, sifatli content yoki sifatli reklamalarni yoqib berish, ularni analiz qilish va hokazo. Mana shu yerda bitta narsa aytib ketishim kerak. Siz SMM o'qiysizmi yoki siz e-commerce marketing agency bilan shug'ullanasizmi? Faqat o'sha ish bilangina yopilib qolmang. Faqatgina klientlarga murojaat qilish, klientlar bilan ishlash, ulardan pul qilish va hokazo. Постоянно o'zingizni bilimingizni oshirib boring. O'rganing Google'dagi reklamani, o'rganing TikTok'dagi reklamani, o'rganing Facebook'dagi reklamani. Da siz o'zingiz qilmasligingiz mumkin. Men targetolog bilan marketing assotsiatsiyasi tomonidan ikkita mani diplomim bor O'zbekistonda.
chet elda ham, Google tomonda ham va hokazo. Lekin men o'zim shug'ullanmayman targeting bilan. Men ishchi yollaganman va u qiladi. Lekin uni kontrol qilishim uchun men bilishim kerak, men qanaqa ishlayotganini, targetda va umuman protsessi qanaqa ishlayotganini. Eng katta muammolardan bittasi umuman marketing o'qiyotganda ham yoki e-commerce marketing agency'ni o'qiyotganda ham bu bizani ingliz tilini bilmasligimiz. Ko'p odamlar baraka topishsa ingliz tilini o'qishadi, o'rganishyapti yoki shunaqa odamlar bor, ishonasizmi? Siz necha yoshsiz? Mana shu videoni ko'ryapsiz. Men bilmayman necha yoshligingizni, yo 25 yosh, 30 yosh atrofidasiz yoki undan kichkinasiz. 44 yosh, 45 yosh, 50 yoshga chiqqanlar hozirgi kunda o'sha onlayn biznes bilan shug'ullanish uchun, e-commerce bilan shug'ullanish uchun ingliz tilini o'rganishyapti. Marhamat qilib ingliz tilini o'rganing. Ingliz tilini o'rganganingizdan keyingina siz ingliz tilida muloqot darajasida ingliz tilini bilsangizgina e-commerce marketing agency bilan shug'ullana olasiz. Balki misol uchun e-commerce dropshipping turlarida ingliz tilini bilmasangiz ham, muloqot qila olmasangiz ham ishlashi mumkin deb o'ylaysiz, lekin u yerda ham ingliz tilini bilishingiz kerak. Nimaga bilasizmi? Siz o'sha logistika bilan shug'ullanishingiz kerak o'tdi. Tovaringiz vaqtida yetib boryaptimi? Tovaringizga nisbatan qanaqa shikoyatlar kelyapti? Umuman strategiyani o'rganish bo'yicha, umuman g'arb bozorida nimalar ro'y berayotganini bilish uchun siz ingliz tilini bilishingiz kerak. Mana shu asosiy muammolarimizdan bittasi ingliz tilini bilmasligimiz va asosiy muammolarimizdan ikkinchisi ham birinchisiga borib taqaladi. Biz o'zbek tilida onlayn biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lamiz. Marhamat qilib O'zbekistonda qilishingiz mumkin, lekin O'zbekistonda yaqin 5 yil ichida bu zo'r rivojlanadi. Hozir agar siz chet eldagi kompaniyalar bilan ishlab, chet eldagi onlayn do'konlar bilan ishlab, chet eldagi mijozlar bilan ishlab, tajribangizni orttirib oladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda bu soha e-commerce marketing agency yoki e-commerce biznes rivojlangan paytda sizdan zo'r ekspert bo'lmaydi. Endi o'sha ikkinchi muammoga taqaladigan bo'lsak, ikkinchi muammo bu o'zbek tilida muloqot qilinishi kerak O'zbekistonda. Lekin o'zbek tilida mana shu ma'lumotlarni olishni xohlaysiz. U ma'lumotni o'zbek tilida bergan bilan u qadriyat yo'qolib qoladi o'zi. Chunki siz u ma'lumotlarni ingliz tilida Angliyada, Amerikada, Yevropada, Avstraliyada ishlatasiz. Angliyalik, Amerikalik yoki Yaponiyalik odamlar bilan muloqot qilasiz. Marhamat qilib ingliz tilida muloqot qilishingiz kerak bo'ladi o'tda. O'shaning uchun ham ingliz tilini bilishingiz kerak. Ya'ni siz ingliz tilini bilmasdan, YouTube'da qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rmasdan, YouTube'da yoki ChatGPTdan foydalanib qo'shimcha marketing haqida bilimlarni olmasdan turib, faqatgina Apollodan qanaqadir foydalanish yo'li yoki LinkedIndan qanaqadir foydalanish yo'lini o'rganib olib, hech qanaqa natijaga erisha olmaysiz. Men sizga maslahat beradigan narsam, ingliz tilini bilishingiz kerak, qo'shimcha ma'lumotni o'rganishingiz kerak, nimani o'rganish kerakligini bilib olishingiz kerak va o'shani o'qishni davom ettirishingiz kerak. Va pastda yana ekspert tomonidan sizga beriladigan man bo'lamanmi yoki boshqa ekspert bo'ladimi, foydali ma'lumotlarni to'g'ri qabul qilishni o'rganishingiz kerak. Nimaga? Misol uchun sizga bu oson deb hech kim aytmayapti, bu tez pul topish yo'li deb aytmayapti va sizga beradigan yana bitta gaplarimdan bittasi, agar sizga oson pul topish yo'li, Instagramdan tez daromad qilish yo'li, Instagramdan daromad yoki tez yoki oson degan so'zlarni ishlatadigan odam bo'lsa, umuman basharasiga tupurib yuborish kerak unaqa odam. Nimaga bilasizmi? Uzr, meni frantsuzskim uchun, uzr sal qattiqroq gapirayotganim uchun, lekin unaqa odamlar sizni pulingizni o'marish bilan ovora. Ya'ni hech qaysi biznesda, onlayn biznes bo'ladimi, offlayn biznes bo'ladimi, oson pul topilmaydi. Mehnat, keyin u tagiga rohat bo'ladi. O'shaning uchun ham agar siz bu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, siz internetdan qo'shimcha ma'lumot qidirishga, siz yuqorida aytgan protseslardan o'tishga, siz mana shu narsalarga qiziqishga va chet eldagi biznesmenlar bilan O'zbekistonga kirib kelmagan biznes modellar bilan ishlashga tayyor bo'lsangizgina bu ishga qiziqing, shug'ullanishni boshlang. Agar shunchaki qo'shimcha daromad, shunchaki oson ish deydigan bo'lsangiz, unuting. Bu narsa siz uchun emas. Va asosiy qismga o'tadigan bo'lsak, e-commerce marketing agency bilan shug'ullanayotganingizda o'sha 3-etapda ko'pchilikni qiladigan xatosi yoki ko'pchilikni tushunmaydigan narsasi bu, men aytaman har doim, siz klientni muammolarini, og'riqli nuqtalarini bilishingiz kerak. O'shandagina siz unga zo'r yechim bera olasiz. Agar siz aytaylik Facebook ads bilan shug'ullanmoqchisiz yoki Instagramda reklama yoki kontent olib berish bilan shug'ullanmoqchisiz, aslida O'zbekistondagi bizani auditoriyamizdan tasavvurga sig'maydigan summalar aylanadi. Chunki meni o'sha o'tgan safar mana shu videolarda ham o'sha chiqib bo'lgan bo'lishi kerak. Nativ Yanko bilan gaplashganimda, o'zimning partnyorim, eski partnyorim bilan ular aytishyaptiki,
o'rtoq deyapti. Mana bizda deyapti hozir 8 ta UGC kontentni 8 ta men bu kosmetikadan foydalanyapman, men bu tovarni zakaz qildim, men bu narsani zakaz qildim deydigan blogerlarni 8 dona no name blogerlarni, ya'ni katta millionnik blogerlar emas, shunchaki qizlarni yig'gan, 20 ta qizni ishga olgan onlayn, o'sha ham prosta Facebookdan yoki Telegramdan muloqot qilishadi, tovarni klient jo'natadi, bu qizlarga teza beradi, tezani asosida qizlar video berishadi va 8 dona videoni bir oyda $4,500 sotyapti. Va aytmoqchi bo'lganim, o'zi oson, lekin siz chuqur tagini bilib olishingiz uchun siz klientni muammosiga yechim bera oladigan servis yoki uslublarni taklif qilishingiz kerak. Va ko'pchilikning qiladigan xatosi nima bo'ldi, bilasizmi? Ko'pchilikning qiladigan xatosi o'sha muammo nima ekan deb o'ylaydi. Men to'g'risi ham boshida bilmasligingiz mumkin yoki boshida tushunmasligingiz mumkin, lekin mana shu 3,5 yillik, 4 yillik tajribadan kelib chiqib, 3 ta muammoni tayyorlab yozib qo'yganman. Men sizga hozir qisqacha aytib beraman va faylni embed qilaman, bu videoga kirib o'qishingiz mumkin. E-commerce marketing agency'da klientlarni, ya'ni onlayn do'kon egalarini 3 ta muammosi bor. Va muammo har doim ham savdoni oshirish emas. Birinchisi bu cart abandonment rate, ya'ni you should lower the cart abandonment rate. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qilganda siz cart abandonment rate'ni pasaytirishga yordam berishingiz kerak. Cart abandonment rate o'zi nima deydigan bo'lsangiz, misol uchun hayotingizda bir marta bo'lsa ham uzumdan yoki onlayn do'kondan savdo qilgansiz, ya'ni nimadir sotib olgansiz. Va eslang, reklama bo'lgandan keyin kirdingiz shu uzumga yoki Wildberries'ga kirdingiz yoki no name qanaqa brendlarga kirdingizda va kirganingizdan keyin sizga nimadir yoqdi, korзинаga tashladingiz, добавить в корзину yoki o'sha ovqat zakaz qilayotganingizda ham Yandex Yedadan tasavvur qiling. Zakaz qildingiz, zakaz qilmadingiz, hali tashladingiz qanaqa korзинаga va korзинаdan chiqib ketdingiz. Plyus yetmadi kartangizda, nimadir bo'ldi, chiqib ketdingiz. Va siz chiqib ketganingiz o'sha onlayn do'konga уже убытка, qanaqadir убытка degani. Nimaga? Chunki sizni jalb qilish uchun u aytaylik sizdagi odamlarni 10,000 tasini jalb qilish uchun $10,000 tikdi. $10,000 tikdi va $10,000 tikkandan keyin 10,000 ta odam kirdi saytiga aytaylik. 10,000 ta odamdan aytaylik 3,000 tasi nimadir sotib olib chiqib ketdi va 7,000 tasi shunchaki ko'rib tomosha qilib chiqib ketdi. Va yoki aytaylikdan sizga o'xshab cart abandonment rate bo'ldi, ya'ni sizga o'xshab korзинаga tashladi va chiqib ketdi. O'sha odamlarni 7,000 ta odamni sonini qisqartirib, sotib olib chiqib ketayotgan odamlarni ko'paytirish bu cart abandonment rate deyiladi. Mana shu narsani yechim berish ham bu bitta klientni og'riqli nuqtasiga yechim berish bo'ladi. Chunki misol uchun klient aytaylik $50,000 oyiga savdo qilyapti, lekin maqsadi uni asosiy maqsadi savdosini oshirish emas, любой ценой, ya'ni ko'proq odam olib kirish emas asosiy maqsadi. Уже kirayotgan odamlarni prosta sotib olmasdan chiqib ketayotgan odamlarga nisbatini kamaytirish. Keyingisi bu customer acquisition cost'ni pasaytirish, ya'ni lower the customer acquisition cost. CAC deb aytiladi marketing tilida. Customer acquisition cost nima degani? Misol uchun siz opet-taki o'sha qanaqadir reklamaga cho'qib yoki qanaqadir reklama yoqib kirdingiz qanaqadir magazinga va sizni jalb qilish uchun narxi bo'ladi u kompaniyani. Ya'ni sizni jalb qilish uchun sizga reklama bergan bo'ladi, Instagramga bannerga reklama bergan bo'ladi, Shahzodani olib chiqqan bo'ladi $1 million ga aytaylikda reklamaga. Va o'sha hamma reklamning byudjetlarini, summalarini yig'ganda qanaqadir pul chiqadi. O'sha pulni bir oy davomida reklamaga tikkan pulini bir oy davomida saytiga kirgan odamlarga yoki saytidan narsa sotib olgan odamlarning soniga bo'lib yorsa, customer acquisition cost chiqadi. Ya'ni bitta mijozni jalb qilish uchun kompaniya ketkizgan summa. O'sha summani kamaytirish ham bu bitta og'riq. Ya'ni u summa ko'payib ketaversa, bu yerda sof foyda qolmaydi. O'shaning uchun maqsad kamaytirish o'sha summani va sizni agentstirish o'sha summani kamaytirishga yordam beradigan bo'lsa, sizdan zo'r odam yo'q degani. Chunki bunaqa oferlarni beradigan agentstvalar kam, lekin misol uchun reklama yoqib beradigan, rasmga olib beradigan va hokazo hamma qila oladigan ish qiladigan agentstvalar soni ko'p. Lekin siz o'sha agentstvalardan 10 tadan bitta bo'lib ajralib chiqishingiz asosiy sababi mana shu 3 ta og'riqqa yechim bera olishingiz. Va 3-chi og'riq bu more revenue, ya'ni revenueni ko'paytirish. Revenue degani kassadagi pul degani. Kassadagi pulni ko'paytirishga yordam beradigan bo'lsangiz, bu ham
klientga qiziq bo'ladigan bitta offerlardan bittasi bo'ladi. Asosiy narsa bilasizmi nima e-commerce marketing agencyda? Asosiy narsa Apollodan to'g'ri foydalanishni bilish emas. Asosiy narsa bu misol uchun lead list yig'ish emas. Lead listni kimgadir yig'dirsangiz bo'ladi. Apollodan foydalanadigan kimdir ishga olsangiz bo'ladi. Asosiy maqsad любой biznesda bu nima? Asosiy maqsad bu klientga to'g'ri va aniq klient qidirayotgan offerni taklif qilish. Ya'ni shunaqa taklif beringki, yo'q deya olmay qolsin. Ba'zilar biznes bilan shug'ullanmaganlar yoki biznesga endi kirib kelayotganlar yoki marketingga yaxshi tushunmaydiganlar buni qanaqadir kulgili gap deb tasavvur qilishi mumkin, lekin rostdan ham shunaqa narsa bor. Siz taklifni klientga shunaqa zo'r berishingiz kerakki, sizni taklifingizni rad qilish uning uchun jinnilik bo'lsin. Ya'ni o'zini agar men mana shu taklifni qabul qilmasam jinni bo'laman deb tasavvur qilsin. Agar siz mana shu 3 ta aytgan og'riqli nuqtalarimga yechim bo'ladigan servis taklif qilsangiz, sizni taklifingiz rad etib bo'lmaydigan takliflardan bittasi bo'ladi. Men yana bu faylni sizga videoni tagida embed qilib ketaman va videoni tagida bonus sifatida roadmap qo'yib ketaman. Roadmap nima degani? Mana shu yuqorida aytgan etaplarni birma-bir amalga oshirish uchun 4 oylik, 5 oylik plan yokida o'sha amalga oshirish uchun roadmap, ya'ni qadamma-qadam nima qilishingiz kerakligi haqida informatsiyani Notion faylga qo'yib ketaman. Undan bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu berilayotgan ma'lumotlarni qadamma-qadam amalga oshirib borsangiz, обязательно natija bo'ladi. Chunki siz YouTube'dan ko'rasizmi, meni Instagramdan ko'rasizmi, men bu darsni tagida qoldirayotgan havola orqali kirib, roadmap orqali harakat qilasizmi? Nimada qilsangiz ham disiplina bo'ladigan bo'lsa, disiplina bilan yondashadigan bo'lsangiz, motivatsiyaga asoslanib qolmasdan, o'sha har kuni qiladigan ishlaringizni soatma-soat kontrol qilib boradigan bo'lsangiz, обязательно rezultat bo'ladi. Agar e-commerce sohasi O'zbekistonda rivojlansa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Chunki ko'pchilik konkurensiyadan qo'rqadi. Konkurensiyadan qo'rqish kerak emas. Nimaga? Agar bitta soha rivojlanayotgan bo'lsa, обязательно o'tda konkurensiya bo'ladi. Konkurensiya bo'lsagina soha rivojlanadi. Soha rivojlansa, sizni noningiz ko'payadi, sizni klientingiz soni va sizni qiymatingiz, qadringiz ko'payadi. Chunki chiqib ketayotgan qanaqadir sifatsiz ekspertlar yoki sifatsiz magazinlar, sifatsiz do'konlarning fonida siz zo'r bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingiz ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, sizni narxingiz oshadi. Bu videodan siz qanaqadir foyda olgan bo'lsangiz, e-commerce marketing agency haqida qanaqadir tasavvurga ega bo'lgan bo'lsangiz va savollaringizga javob topgan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Videoni izohida yana o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu video sizga foydali bo'ldimi yo'qmi? Chunki men yozayotgan har bitta videoyim, chiqarayotgan har bitta foydali ma'lumotim odamlarga qanaqadir foyda beryaptimi yo'qmi menga qiziq. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda yana boshqa temalar haqida qiziqarli suhbat qilamiz degan umiddaman.